Assalomu alaykum. Apple Academy o'quv markazining rasmiy YouTube sahifasiga xush kelibsiz. Men sizlarga bu video yordamida Microsoft Word dasturidan foydalanishni qisqa vaqtda o'rgatib tushuntirib berishga harakat qilaman. Birinchi navbatda biz Microsoft Word dasturidan foydalanishdan oldin unga kirib olishimiz kerak. Kirib olish uchun bitta ikkita usullar bor. Shuni ko'rsatib beraman. Birinchi usul bu ishqonchani o'ng tomonini bosganingizda Sazat degan menudagi punktga borsanglar, bu yerda Document Microsoft Word degan joy bo'ladi. Shuni bosganimizda, ya'ni рабочий stolda ish oynasida tayyor hujjat paydo bo'ladi. Hujjat nomlab ichiga kirib, bemalol dokumentdan foydalanib ketsangiz bo'ladi. Bu birinchisi. Ikkinchi yo'li menyuga kirasizlar, ya'ni puskga kirasizlar. Puskda qidiruv oynasiga Word deb yozsanglar yoki shunaqa holatda tayyor turadi. Word deb yozgan bo'lsanglar, ustanovka qilingan, ya'ni o'sha o'rnatilgan Word dasturi kelib chiqadi. Uni ustiga bossanglar, yana boyagi interfeysga kirish imkoniyati bor. Bu yerda новый dokumentni bosamiz va ishni davom ettiramiz. Microsoft Word dasturi birinchi navbatda modellar bilan ishlashga mo'ljallangan, ya'ni hujjatlarda, matnlari ko'p bo'lgan hujjatlarda Microsoft Word dasturi yordamida ishlash juda ham oson. Ya'ni buni asosiy instrumentlari matnlar bilan ishlashga mo'ljallangan. Bunga nima kiradi? Bunga xat, ariza, turli buyruqlar, shartnomalar, barcha turdagi hujjatlar, ya'ni delo производствоda ishlatiladigan, ya'ni o'sha ofisda ishlatiladigan turli ko'rinishdagi hujjatlar, diplomlar, referatlar va talabalar uchun hammasi bu Wordda shakllantiriladi. Microsoft Word dasturining birinchi mana bu fayl oynasi yordamida biz hujjatlarni saqlanib qilishimiz, ya'ni o'sha saqlashimiz yoki saqlangan hujjatni olib ustida ishlab, misol uchun qaysidir buyrug'imiz bor, qaysidir xodimni ishga olish to'g'risida. Endi men xuddi shu yana bitta xodimni ishga olishim kerak va xuddi shu buyruqdan foydalanishim kerak. Lekin u buyruqni men o'zgartirish xohlamayman, ya'ni saqlab qolinishini xohlayman. O'sha buyruq ustida o'zgarishlar qilib, yangi ism shariflarni yozib, yangi sanalarni yozib turib, saqlanib qilib, boshqa fayl sifatida saqlanib qo'ysam, oldingi men buyrug'im ham o'zgarib ketmaydi va xuddi shu buyruq asosida yangi hujjatlarni saqlanib qo'ysam bo'ladi. Bu yerdan pechat qilish mumkin, ya'ni shakllantirilgan hujjatni pechat qilsa bo'ladi, o'sha bu yerdan sozlamalar to'g'rilab pechat qilsa bo'ladi. Yoki bo'lmasam oldin yaratilgan hujjatlarni ochib, tanlab ochib, mana bosib, tanlab ochib foydalanishni davom etsak bo'ladi. Bu fayl oynasi edi. Ikkinchi oynasi bu asosiy oyna aynan matnlar bilan ishlashga mo'ljallangan va bu oynadan siz to'liq foydalanishni bilsangiz, Microsoft Wordni bemalol ayta olaman, 90% imkoniyatdan foydalana oladigan bo'lasiz. Lekin bu yerdagi instrumentlar juda ham oson, tushunib olish oson. Birinchi navbatda matn yozishdan oldin uni chetlarini sozlab olishimiz kerak bo'ladi. Chetlarini keyinroq ham sozlab olsa bo'ladi, lekin odatda shu matn yozishdan oldin to'g'rilash tavsiya qilinadi. Nimaga? Chunki bu matnlaringizni, ya'ni betlaringizni hajmiga ta'sir qiladi. Oldindan siz chetlarini to'g'rilab olsangiz, qancha betda hujjat paydo bo'layotganligini ko'rish imkoniyatini beradi. Bu qanaqa qilinadi? Bu mana bu yondagi chizig'imiz, ya'ni gorizontal chetlarini, ya'ni tepa va pastki hoshiyalarini belgilash uchun yordam beradi. Buni belgilagan bo'lsak, mana chiziqcha paydo bo'ladi. Xohlagancha intervalda belgilab qo'ysak bo'ladi buni. Mana bu past tomoni. Va bu butun hujjat uchun ta'sir qiladi. Mana bu vertikal hoshiyalarini sozlash uchun agar shu berilgan belgini o'rtasidan mishkani qo'yib suradigan bo'lsak, bu bizga umumiy hujjat uchun ta'sir qiladigan chegarani qo'yishga yordam beradi. Lekin biz buni alohida mana bu tepa qismini o'zgartiradigan bo'lsak, bu
alohida matnlarni ham o'zgartirish mumkin bo'ladi. Xo'p, endi biz bitta hujjat yaratib ko'ramiz va tepadagi instrumentlarni qo'llashni boshlaymiz. Uning uchun ikkita uchta so'z biza yozib olishimiz yetarli bo'ladi sizga tushuntirib berishim uchun. Misol tariqasida kompyuter savodxonligi kursi deb yozamiz. Mana kompyuter savodxonligi kursi. Hop, kompyuter savodxonligi kursi deb yozib oldik. Endi mana bu qismiga o'tadigan bo'lsak, birinchi buffer обмен deb yozilgan qismiga o'tadigan bo'lsak, bu yerda bizda ставить, выразить, копировать, format по образцу degan punktlarimiz bor. Bu nima degani? Ставить bu qo'yish, выразить yulib olish, копировать nusxa olish va formatlash. Buni ishlatish uchun oldin siz belgilangan yozilgan matnni kerakli joyini, ya'ni siz yulib olmoqchi bo'lgan yoki qo'ymoqchi bo'lgan matnni belgilab olishingiz kerak bo'ladi. Belgilab olishingiz bilan ko'rdingiz, u sizga mana o'sha foydalanish uchun tayyor turibdi. Belgilab olishingiz bilan foydalanish mumkin edi. Men endi buni kopировать qilaman. Mana ko'rdingizmi? Bular paydo bo'ldi. Foydalanish mumkin endi. Mana kopировать qildim. Kopировать qilishim bilan e'tibor bergan bo'lsanglar, вставить yondi. Nimaga? Chunki men kopировать qildim. Endi men kopировать qilingan narsani, ya'ni nusxa olingan narsani qo'yishim mumkin. Kopировать qildim. Endi men qo'yishim kerak bo'lgan joyni sichqoncha orqali ko'rsataman. Kompyuter savodxonligi kursidan keyin mana sichqonchani qo'yaman va вставить, ya'ni qo'yishni bosaman. Bosdim knopkasini. Men bu matn qo'yildi. Yana bir martalab bossam, yana qo'yiladi. Ko'rdingizmi? Yana bir marta bossam, yana qo'yilaveradi. Xohlagan joylarga qo'ysanglar bo'ladi. Masalan, pastroq tushamiz, yana qo'yamiz. Ko'rdingizmi? Mana shunaqa xohlagan tomonga yulib nusxa olib qo'ysa bo'ladi. Endi выразить bu yulish. Ya'ni qaysidir joydan yulib olib, qayergadir qo'yish. Belgilaymiz. Mana выразить bossak bu yulib oladi. Kerak joy ishkaldan tanlaymiz. Ставить qilamiz. Mana matnimiz qo'yildi. Xo'p. Mana shu oyna shu uchun xizmat qiladi. Format по образцу degan joyini men hozir sal keyinroq bu yerdagi bitta ma'lumotlarni tushuntirgandan keyin tushuntirib beraman. O'shanda tushunarli bo'ladi. Xo'p. Endi yana ham bizga tushunarli bo'lish uchun oddiy ariza ko'rinishida hujjat tayyorlashga harakat qilamiz. Bilasizlar, arizada o'ng tomoni tepada shapkachasi bo'ladi, o'rtada ariza deb yozilgan bo'ladi va arizaning asosiy matni tagidan ariza yozgan odamning qo'li bo'ladi. Hozir shu narsani shakllantirish uchun biz mana tepa qismini olamiz, tasavvur qilamiz. Bu tepada yozilgan palonchi tashkilotning direktoriga palonchidan degan joyini deb yozilgan matn deb hisoblasak shuni, ya'ni ko'paytiramiz hozir. Olamiz, mana yana kopировать qilamiz, yana shuni yoniga shu matnni qo'yamiz. Qo'ydik, mana hisob ko'proq bo'ldi. Shuni endi biz shapka qilib chekkasiga olish uchun boyama ko'rsatgandek tepadagi lineykani pastini ushlaymiz. Ya'ni o'rtasidan emas, mana pastini ushlasak, polni suradi buni. Surdi, ko'rdingizmi? Chekkasiga olib keldi. Endi chekkasiga olib keldi, mana shapka qilib oldik. Pastga tushadigan bo'lsak, bitta pastga tushadigan bo'lsak, bu davom etyapti, ko'rasizlar? Ya'ni mana men belgilangan hoshiyasi davom etyapti. Men matnni oxirigacha bunaqa davom eta olmayman. Endi menga oldingi holatiga qaytish kerak bo'ladi. Men pastga tushib oldim. Ya'ni keyingi qatorda men yana lineykani suraman, chapga surib oldim. Endi bemalol yana chekkadan yozsam bo'ladi. Men hozir ariza deb yozaman. Mana ariza deb yozdim. Ariza deb yozdim. Endi bu arizani tagidan matn yozib ketsam bo'ladi. Matn sifati yana shu tekstni olaman. Xuddi men sizdan misol ishga olishingizni ruxsat so'rayman degan mazmunda bo'ladi, lekin asosan bizning ishimiz hozir ariza yozish o'rganish emas, bu Wordda elementlardan foydalanish bo'lganligi uchun xohlagan matn bizga hozir to'g'ri kelaveradi. Mana qo'ydik. Mana ko'rdingizmi? Matn sifatida tushdi. Endi ikkinchi oyna bizga nima yordam beradi? Mana shu matnga har xil tuslarini o'zgartirish, har xil ko'rinish berishga yordam beradi. Birinchi navbatda mana belgilaymiz hammasini o'zgartirib olish uchun boya tepada aytib o'tganimdek. Bu yerda matnni biza stilini, ya'ni o'sha harf stilini tanlasak bo'ladi. Shrift temasi deb aytiladi bu yerda. Uni stil desam bo'ladi. Men Times New Romanni yozishni xohlayman. Kitobda asosan shu Times New Roman foydalanadi yoki Arial bor yoki mana boshqa turli xil ko'rinishda stillar bor bu yerda. Men Times New Roman tanladim. Times New Roman tanladim. Endi men buni demak bu yerda siz o'sha matnni stilini tanlab olasiz. Bu ikkinchisida matnni balandligi, ya'ni har bitta harf balandligi. Hozir 11 shriftda turibdi. Men uni misol 16 qiladigan bo'lsam kattalash boraveradi. Odatda o'rtacha 14 dan foydalaniladi. Mana 14 qildim, kattalashdi.
yoki bo'lmasa matnni qaysidir qismini o'zi kattalashtirsa, qaysidir qismini kichikroqlashtirsa bo'ladi. Обязательно hammasini qilish shart emas. Misol bu yoqda mana mana shu qismini men 12 qilmoqchiman. 12 qilsam, ko'rdingizlarmi? Tepa qismi 14 bo'lib qoldi, bu yog'i 12 bo'ldi. 9. Lekin bunaqa yozilmaydi. Odatda hamma shrit bir xil bo'lishi kerak. Hop, keyingisi. Bu element, mana yonidagi element hozir biz qilgan narsani, ya'ni 12, 14 qilib tanlagan narsamizni qadamma-qadam ko'tarish yoki qadamma-qadam tushirish mana. Ya'ni o'shani shriftini kattalashtirish yoki tushirish. Mana hozir buni bossam kattalashib boradi shrift, buni bossam kichiklashib boradi. Umuman olganda mana ikkalasini funksiyasi bir xil, faqat ishlash prinsipi har xil. Mana bu elementimiz, katta A va kichkina A turgan elementimiz, bu juda ham foydali element. Bu o'sha gapdagi bosh harfni o'zgartirish, kattaroq qilish, kichkina qilish yoki umumiy hamma harflarni katta qilish yoki hamma harflarni kichkina bilan qilishga yordam beradi. Misol tariqa hammasini belgilaymiz. Men hammasini belgilab oldim mana. Va hamma harflar menda katta harflar bilan, bosh harflar bilan yozilgan bo'lishini xohlamayman. Uning uchun mana tayyor o'zini mana shablon turibdi. Ko'rgandan ham bilsa bo'ladi. Hammasi propisnoy bo'lsin deyapti. Ya'ni bosh harflar bilan bo'lsin. Bosaman, hamma harflar katta bilan bo'lib qoldi. Yoki olaman deb hammasi mana kichkina harflar bilan strochniy deyapti. Bossam hammasi kichkina bo'lib qoladi. Yoki gapning birinchi harfi katta bo'lsin. Mana ko'rdingizmi? Gap birinchi harflari, mana gapdagi birinchi harflar hammasi katta bo'lib qoldi. Yoki gapdagi hamma birinchi harflar kichkina bo'lib qolsin, qolganlari katta bo'lsin. Mana ko'rdingizmi? Mana o'zi tayyor anaqasidan ko'rinib turibdi, ko'rinishidan qanaqa xohlayotganingizni tushuntirib qilib berishini oldindan tushuntirib beryapti. Men oldingi holatga qaytaraman. Endi shu o'rinda bittarasi aytib ketsam bo'ladi. Tepada ikkita kichkina tugmacha bor. Bu orqaga qaytarish va oldinga qolish. Qilingan o'zgarishlarni orqaga qaytarish va oldinga qaytarish mumkin. Hozir men o'zgartirdim, mana harfni o'zgartirdim. Men endi shuni orqaga qaytarsam bo'ladi. Mana bu nimaga uchun yordam beradi? Qanaqadir xato qilib qo'ygan bo'lsangiz, orqaga qaytib, to'g'rilab ketsangiz bo'ladi, to'g'ri joydan. Mana qaytamiz orqaga. Mana ko'rdinglarmi? Boyaga qilgan o'zgarishlarimni, mana sizlar ko'rsatgan narsalarni qaytardim. Mana shu yerdan boshlagandik. Xo'p, keyingisi bu qalin qilib yozish, ya'ni jирный deydi. Matnni belgilaysiz va shuni ustiga bosadigan bo'lsangiz, hamma harflaringiz qalin bo'lib qoladi. Yoki bo'lmasam, mana shu arizada, mana shu o'rtadagi yozilgan mana shu harf, aniq so'z, ariza degani yoz so'z o'zi odatda jирный bo'lishi kerak. Inglizchada bold deydi. Mana shuni bossanglar, bu jирный bo'lib qoladi. Yoki bo'lmasam, matnni yonidagi tugmacha bilan yozmacha ko'rinishda yozish mumkin, yoki tegi chizilgan qilish mumkin, yoki ustiga chizilgan qilish mumkin, yoki buni indeksda yozish mumkin. Misol uchun mana kompyuterga so'zni mana O'sini indeksga o'tkazib qo'ysam bo'ladi. Ko'rdinglarmi? Indeksga o'tib qoldi. Yoki shu O'ni kvadratga oshirib qo'ysam bo'ladi. Tepaga kvadrat bo'lib qoldi. Shunaqa qilsa bo'ladi. Yoki harfni har xil stillarda yozsa bo'ladi. Oldin belgilab olishimiz kerak. Mana belgilab oldik. Endi stil ko'rsatamiz. Ko'rdinglar? Har xil stillarda, tayyor stillardan foydalansa bo'ladi. Hop, yoki bo'lmasam shu matnni yozilgan matnni orqasini belgilab qo'yish, bo'yab qo'yish mumkin. So'z o'zi o'zgarmaydi, lekin orqasini belgilab qo'yish mumkin. Misol bu nimada foydalanadi? Qanaqadir xato qilib ketilgan bo'lsa, shu keyinchalik kelib o'zgartirmoqchi bo'lsangiz, shuni bundoq belgilab qo'ysangiz, keyinchalik kirganda misol qayta ko'rishingiz mumkin. Yoki harf o'zini rangini o'zgartirsa bo'ladi. Qizil qilsa bo'ladi. Yoki mana xohlagan rangda harflarning o'zini rangini o'zgartirsa. Odatda mana bunaqa avto turadi, qora turadi va ranglar unaqa bo'yalmagan bo'lib turadi. Endi keyingi qadam bu ya'ni abzas. Ya'ni shuni umuman abzas bilan ishlash. Hozir biz so'zlar, gaplar bilan ishladik, endi abzas bilan ishlashni o'rganamiz. Abzas bilan ishlashda mana bu tugma chapga tekislash. Ctrl L bilan mana ko'rsatib turibdi. Ko'rgan bo'lsanglar, Ctrl L turibdi. Ctrl L ni bossanglar ham chapga tekislaydi. O'zi chapga tekislanib turibdi. Men nima demoqchiman? Har bitta mana shu instrumentni ustiga olib borsanglar, agar qaysidir qaynoq tugmachalar bilan buni amalga oshirish bo'lsa, o'zida mana bunaqa qilib aytib turadi oldindan. Mana buni qilsanglar, mana jирный qilishda mana Ctrl B, misol mana o'rtaga olishda Ctrl E e'tibor bergan bo'lsanglar, klaviaturadan foydalanaman, bu bosmasdan turib shu funksiyalarni bajarsa bo'ladi klaviatura yordamida. Endi hammasini belgilab oldik, o'rtaga tekislash mana. Ko'rdinglarmi? Mana o'rtaga o'zi ko'rsatib turibdi. Bu chap o'ngga tekislash mana. O'ng tomon tekis, bu yoq tomoni anaqa bo'lib turibdi, tartibsiz bo'lib turibdi. Xuddi shunaqa. Yoki ikkala tomondan tekislash. Odatda mana shu ikkala tomondan tekislashdan foydalanadi. Ikkala tomonga tekis qilib qoladi. Endi
keyingisi bu o'sha matnlar orasidagi interval, ya'ni qatorlar orasidagi interval. Bu 1.15 mana 1.5 yoki 2, 2.5, 3 qilib mana o'zgartirib kattalashtirsa bo'ladi. Pastdagi tugmachalar bular abzasgacha, ya'ni mana to'liq abzas bo'ladigan bo'lsa, mana shu abzasgacha yoki abzasdan keyingi bo'lgan intervallar ham kattaroq qilsa bo'ladi. Ya'ni qatorlarning orasida emasda, abzaslar orasida interval qo'ysa bo'ladi. Mana abzasgacha ko'rdinglarmi? Arizadan pastroq tushib qoldi. Abzasdan keyin bo'lsa tagidan bo'ladi. Mana hozir buni ham ko'rsataman. Mana hozir bu yerga tagiga qo'l qo'yadigan odamni yozaman. Direktor Abdullayev deymiz. Abdullayev deb yozadigan bo'lsak, mana hozir kiramiz. Mana abzas belgiladik. Interval ko'rdinglar? Abzasgacha bo'lsa tepadan ko'proq ko'payadi. Abzas buni bitta abzas sifatida qabul qildik hozir. Ko'rdinglar mana abzasgacha, abzasdan keyin o'zgartiradi. Xo'p, keyingisi bu ya'ni qatorlarni mana shu har bitta qatorni nomerlash yoki har xil belgilar yordamida ajratish. Ko'rdinglar, mana belgilar tushyapti. Agar mana shu kompyuter soat holiga enter, kompyuter soat holiga enter qilib qatorlarga ajratadigan bo'lsak, hammasini belgilab turib olib boradigan bo'lsak, ko'rdinglar, har biriga nuqta qo'yib beradi yoki o qo'yib beradi, yoki to'rtburchak yoki bunaqa chiroyli narsalar qo'yib beradi yoki galочка qo'yib beradi. Net qilsanglar net bo'lib turadi, hech narsa bo'lmaydi. Yoki bo'lmasam buni raqamlash mumkin. Mana bunaqa har xil ko'rinishda qovusli, nuqtali, harfli qilib qo'yishsa bo'ladi. Mana ko'rdinglar, pastga o'zgaryapti. O'sha ketma-ket yozilgan abzaslarga qo'yib beradi avtomatik ravishda. Shunaqa. Xo'p, qolgan funksiyalar ham shunga o'xshash abzas bilan ishlash funksiyalarini beradi. Bu yerda mana bu odstop bu yerda odstop degani ya'ni chekkadan hoshiyadan qochish bildiradi. Men bosadigan bo'lsam qochyapti. Bu yoq qiladigan bo'lsam chap tomonga yo'naltiradi. Shunga o'xshagan funksiyalar. Bir-biriga o'xshaydi funksiyalar. Qo'lda qilsa bo'ladi, tugmacha yordamida qilsa bo'ladi, lekin umumiy vazifasi unchalik darajada katta narsa emas, faqatgina shu matnlar bilan ishlash. Endi shu matnni o'zi keling chiroyli ariza ko'rinishiga olib kelamiz. Tepada ham o'zi odatda 14 bo'lmaydi, 12 qilinadi. Hammasini birinchi navbatda biz belgilab olamiz. Belgilab olib, hammasini biz birinchi bitta shrift kodga yozamiz, ya'ni stilga. Times New Roman qildik mana. Times New Roman qilib oldik. Endi tepa qismi bo'yicha ishlaymiz. Tepa qismi odatda bunaqa ham yoziladi. Bir xillarda o'rtaga ham qo'yib yoziladi, lekin ko'p holatlarda men kuzatganman, jирный bo'ladi. 12 da yoki bo'lmasam 13 da 12 da qilsam juda ham ideal bo'lib ketdi. Ya'ni bir qator o'chib qoldi, sal ochamiz orasini. Mana ko'rdinglar. Mana jирный bo'ldi. Mana 12 da yozdim. Ariza degan so'z odatda o'rtada bo'ladi. Mana esingizda bo'lsa, boya tushuntirib o'tib ketdim. Markazlashtirish, ya'ni markazlashtiraman. Ariza degan so'z o'zi markazga tushdi. Bularni men hozir gap holatiga qaytaraman. Ketma-ket enter pastga bosib pastga tushirib yubordim. Belgilab olaman buni. Belgilab olib oldin mana abzasni ko'rsataman. Men boya ko'rsatib o'tdim sizlarga. Mana abzasini chiqarib oldim. Mana ko'ring, tepa qismini o'zini sursam, abzasni ko'rsatadi. Abzasni surdim. Matn chekkasi ikki tomonga tekislangan turibdi, mana to'g'ri turibdi. Pastida direktor Abdullayev degan so'z. Direktor degan Abdullayev so'z ham 14 bo'lishi kerak bo'ladi. 14 qilaman buni. 14 qildim. Keyin jирный qolaman. Mana bu yerdagi Ctrl B bilan bosib qilsam bo'ladi yoki bossam bo'ladi. Jирный qilaman va buni endi orasini ochishim kerak. Orasini ochishim uchun misol probel bilan ham ochsa bo'ladi. Odatda bu probel bilan ochgandan ko'ra tab bosib ochsanglar yaxshi. Klaviaturada chap tomonda shu escape'dan bitta past knopkada turadi. Tab bossanglar tezroq suradi. Va umumiy olib turib, mana shu umumiy yozilgan qator olib turib, yana markazlashtiradigan bo'lsam, o'rtaga mana chiroyli bo'lib tushadi. E'tibor bergan bo'lsangiz, bu qatorda abzas yo'q, ko'ryapsizlarmi? Agar abzas bo'lganda bu yana ham o'ngga surilib ketgan bo'ladi. O'shaning uchun bu joydan abzas olib tashladi, to'g'ri turibdi. Asosiy matnda abzasi bor. Arizada ham bizada ariza degan so'zimizda ham abzas yo'q. Bu yerda ham mana abzas yo'q. Abzas faqat matn turibdi. Bu to'g'ri. Mana shunaqa bo'lishi kerak. Mana bizning arizamiz ham tayyor. Shunaqa ko'rinishda shakllantiriladi. Taxminan umumiy qilinadigan ishlar shu. Keyingisi bu yerda shablonlar. Bu shablonlar nima? Ya'ni o'sha siz qilmoqchi bo'lgan, tayyorlamoqchi bo'lgan hujjatlarni oldindan tayyor shablonlar. Misol bu yerda mana
qanaqadir sarlavha bilan kirish jurnalga o'xshab yozish. Mana bu yerdan e'tibor bersanglar, mana taklifnoma qilib yozish bor. Bu har xil ko'rinishda shablonlar bor. Yoki o'zingiz qaysi bir shablonni tanlab turib, uni shablon qilib sazat qilsangiz bo'ladi va keyin uni qo'llaysiz bo'ladi. Masalan, shapka uchun mana shablon yaratamiz. Hozir mana belgilab oldik. Mana shablonlarni pastga tushiramiz, yana paydo bo'ladi. Sazat stil qilamiz. Stilni sazat turib, bir stil 1 bo'lib tursin. Mana saqlanib qildik. Ko'rdinglar, mana stil 1 paydo bo'ldi. Hozir men pastdagi mana bu matnchani olaman-da, ustiga mana stil 1 deb yozgan bo'lsam, ko'rdinglarmi? Sразу olib kelib qo'ydi. Tayyor. Oldindan tayyor qilib qo'ydim. Keyinchalik mana matn yozib turib, ustiga ham stil 1 yozsam, tayyor qilib shapka qilib qo'yadi. Bu ham juda ham qulay funksiyalardan hisoblanadi. Endi keyingisi bu yoqda Nighty, ya'ni bu matn ichidan so'z qidirish. Nightyni bosib turib, sizlar bossanglar mana chap tomonda oyna paydo bo'ladi. Oynaga o'zingizga kerak bo'lgan so'zni matnning ichidan qidirsa bo'ladi. Endi bu yerda hozir hammasi ko'rinib turibdi. Kam bo'lganligi sizlarga katta diplomlar bo'ladi, katta hujjatlar bo'ladi. Ichidan kerakli joyini qidirish uchun po'st berib topiladi. Qidiruvga misol uchun men kursi degan so'z yozsam, mana kursi desam, mana top beryapti. Mana nechta kursi, hammasini belgilab berdi. Ko'rdinglar? Mana shunday pastga o'tsanglar, o'sha kerakli joylarga borasizlar. Endi bu yerda biz qidiruvdan keyin bizda mana zaminit degan joy bor. Zaminit nima bu? Bu qaysidir so'zni nimadirga avtomatik ravishda o'zgartirish. Misol uchun mana kursi degan so'z tayyor turibdi. Mana hozir kursi deb yozdim. Kursini darsi deb yozaman. Darsi bu nima degani? Hamma yoqdan kursi degan so'zlarni olib, darsi degan so'zga almashtirib tashlab degani. Zaminit всё qilaman. Zaminit всё qilgan bo'lsam, mizil adnu zaminida. Ko'rdinglar? Mana bu yerda men hamma yoqda boya kurs bo'lib turganlar darsiga almashib qoldi. Endi boshida o'tib ketgan mana format по образцу degan narsani tushuntirib ketaman. Format по образцу nima? Qaysidir formatni boshqa formatga, qaysidir gap formatini boshqa gap formatiga ko'chirish. Misol tariqasida format degan nimadan turadi? Mana men stilda yozganmanmi? Jирный emas, 14 da yozilgan, Times New Roman yozilgan. Bu bitta format sifatida qaraladi. Mana bu jирный yozilgan, 12 da yozilgan. Bu alohida bitta format sifatida qaraladi. Men shuni formatini shuni belgilayman. Mana men format по образцuni bosadigan bo'lsam, shuni xotiraga oladi, formatni xotiraga oladi. So'zni anaqasini emas, o'zini emas, formatini xotiraga oladi va kerakli matnni mana belgilasam, ko'rdinglar, bo'yoqcha chiqib qoldi. Xuddi shunaqa qilib o'zgartirib qo'yadi. Xuddi mana tepada stilga o'xshagan narsani bu knopkada bajarish. Endi men hozir menga bu kerak emas. Men tepadagi knopkani bosib orqaga qaytaman mana. Bu ham boya o'rgan narsalarimizdan biri. Shu hujjatlarimizni tayyorladik. Men o'ylayman, boshlanishiga Word dasturidan foydalanish uchun yetarlicha ma'lumot bo'ldi. Agar videoni qayta ko'rsanglar, yana ham tushunarli bo'ladi. Yani bitta narsa qoldi, tushuntirib ketish kerak bo'lgan, bu hujjatni chop etish. Hujjatni chop etish uchun boya ko'rsatganimdek fayl degan oynaga o'tamiz. Bu yerda mana pechatga o'tamiz. Pechatga o'tadigan bo'lsak, mana biz yozgan narsani bu yoqqa chiqarib qo'yadi. Yozdik. Bu yerga tayyor narsa hujjat turibdi. Endi biz buni pechat qilishimiz kerak. Qanaqa pechat qilamiz? Birinchi navbatda biz tayyor printer belgilaymiz. Belgilaganimizdan keyin qolgan parametrlarni yozib chiqamiz. Misol stranitsalar, qaysi stranitsalar? Misol hujjat 10 ta bo'lish, 10 ta betdan iborat, 100 ta betdan iborat bo'lishi mumkin. Misol qaysidir kerakli betini pechat qilayotgan bo'lishingiz mumkin. O'shaning uchun yoziladi. Yo 5-stranitsa yoki 6-bet yoki 7-bet deb yoziladi. Bizda o'zi bor yo'g'i bitta stranitsa yozmasak ham bo'ladi yoki 1 deb yozib qo'ysangiz ham bo'ladi. Hop, keyingisi двусторонний pechat. Misol siz ketma-ket yozdingiz. Misol ketma-ket yozganingizda birinchi bet, ikkinchi bet, uchinchi bet qilib ketma-ket hujjat to'ldirdingiz, lekin pechat qilganingizda varoni oldi va orqasiga tushishini xohlaysiz yoki bo'lmasa faqat bir tomoniga tushishni xohlaysiz. Xuddi kitobga o'xshab oldi orqa bo'lsinmi yoki faqat bir tomonida bo'lsinmi? O'shani ham tanlasa bo'ladi. Yani двусторонний degani xuddi kitobga o'xshab, односторонний degani bir tomonga. Yana boshqa funksiyalar bor bu yerda. O'sha kopiyalar bo'yicha to'g'rilab chiqish, knижный orientatsiya bor. Ya'ni albomli bo'lsinmi? Mana ko'rdinglarmi, albomli bo'lib qoldi. Yoki knижный bo'lsinmi? Buni ham belgilasanglar bo'ladi. Keyin format belgilasanglar bo'ladi. Qanaqa formatda? Bilasizlar, bu hozirgi yozayotgan formatimiz A4, ya'ni odatda sizlar ishlatadigan o'sha oq qog'oz A4 formati bo'ladi. Uni yarmi A5 bo'ladi. Mana ko'rdinglar, A5 bo'lishi mumkin. Ko'rdinglarmi? O'sha men yozgan shriftga nisbatan qog'oz razmeri sal kichkinaroq bo'lib qoldi. E'tibor bergan bo'lsanglar. Hozir A4 tanlaydigan bo'lsam, sal qog'oz kattalashdi. Xuddi shunaqa format tanlasanglar bo'ladi. Chekkalarini to'g'rilasanglar bo'ladi. Ya'ni pechat
chiqib ketadigan chekkasida ozgina baribir joy bo'ladi, o'shani to'g'irlasanglar bo'ladi. Keyin bitta straницада nechta list bo'lsin. Mana hozir men bitta straницада ikkita list bo'lishini xohlasam, bitta straницаga ikkita list tushirib beradi. Bu yerda o'zgarmaydi, lekin qog'ozga bitta qog'oz bitta betiga ikkita listni tushirib beradi ketma-ketlikda. Uni do'stona qiladigan bo'lsangiz, bitta qog'oz oldi orqasiga 4 ta list tushirib beradi. Xuddi shunaqa pechatlarni to'g'irlab olib, hammasini biz pechat beramiz va printerdan agar driverlar to'g'ri o'rnatilgan bo'lsa, printerdan qog'ozimiz, hujjatimiz chiqib keladi. Shu hozirgi bermoqchi bo'lgan ma'lumotim o'ylayman manfaatli bo'ldi. Bizlarni kuzatib boring. Agar yana ham Word haqida ko'proq ma'lumotni olishni istasangiz, biza o'zimizning sahifamizda ma'lumotlar berib boramiz. Foydali bo'ladi degan umiddaman. Salomat bo'ling. Ishlaringizga omad. Rahmat kattakon.